Amerikaning 1980 yili saylangan Cumhuriyetçilerden bo'lgan prezidenti Ronald Reagan 70 yil hukm surgan Sovet qizlar hokimiyatining g'ulab tushishida muhim rol o'ynagan. Shundaqla Amerika bilan Sovet ittifoqi o'rtasida necha 10 yil davomlashgan sovuq munosabatlar urushini oyoqlashtirgan mashhur siyosiy edi. Bugungi kunda Cumhuriyetçilerden ikkinchi qatim saylangan Donald Trumpning tutgan maydoni, siyosati va g'oyasining Reagan bilan o'xshab ketadiganligi hamda uning Xitoy bilan bo'lgan raqobatda o'tib chiqib yangi sovuq munosabatlar urushini oyoqlashtirishi mumkinligi haqida mulohazalar o'tirg'i chiqmoqda. Yaqinda Amerikadagi nopuzliq matbuotlardan biri bo'lgan Tashqi siyosat jurnalida yangi sovuq munosabatlar urushida qanday g'alaba qilish kerak nomli bir maqola e'lon qilingan bo'lib, prezident Donald Trumpning Xitoy bilan bo'lgan raqobatda Ronald Reagandan o'rganishi kerakligi o'tirg'i qo'yilgan. Maqolada ko'rsatilishicha 1980-yili Reagan saylan vaqtida amaliy kuch bilan tinchlikni qo'lga keltirish g'oyasini hamda Amerikani qaytadan qudratli qilaylik degan shuarni o'tirg'i qo'ygan bo'lib, Donald Trump mo buni birinchi qatimliq saylan mazgilida qo'llangan. Ham 2024-yildagi saylan mazgilida davomli ta'kidlagan. Ronald Reagan haqiqatan Donald Trump ulgu oladigan eng yaxshi o'rnak bo'lgan. Gerçi ba'zilar sobiq Sovet ittifoqi rahbari Mikhail Gorbachev sovuq munosabatlar urushini oxirlashtirishda hal qilg'uch rol o'ynagan deb qarasimi, amaliyotda Reagan hukumatı Moskvani islohot yo'liga majburlab Sovet armiyasining ko'p miqdorda harbiy qisqartishini va Sovet hukumatining Sharqiy Yevropadagi ta'sir kuchining oxirlashishini keltirib chiqargan. Reagan eng boshida qattiq qo'lliq siyosat yurgizib, kommunizm ideologiyasini rad qilib, Sovet ittifoqining kengaymachiga qarshi turgan. Shuning bilan bir vaqtda Amerikaning davlat mudofaa chiqimini zo'r darajada oshirib, texnika afzalligidan to'liq foydalangan. Ammo payti kelganda u Gorbachev qatorliqlar bilan bir qator uchrashishlarni elib berib, harbiy hozirliklarni qisqartish va Yevropaning xavfsizligini qo'g'dash jihatda kishini hayron qoldiradigan bo'sishlarni hosil qilgan. Amerikadagi siyosiy analizchi Ilshad Hasan apandi Ronald Reagan bilan Donald Trumpni, Gorbachev bilan Xi Jinpingni ayirib qarash kerakligini bildirib, mundaq deydi. Ko'plar Reaganni so'g'oq urushda Amerikani boshlab Sovetni yengan desa, hozirgi ba'zi tadqiqotlarda Reagan yengan emas, Gorbachev Sovetni yaxshilayman deb parchalayotgan degan ma ko'z qarash hozir ustiga chiqyapti. Yana Reaganning roli faqat ikkinchi o'rinda degan. Donald Trumpning bu da ketim tayyorlik bilan keldi. Endi xuddi Sovetni Gorbachevninki davrida oxirsi g'ulab ketganga o'xshash bo'lamdi. Meningcha bu yerda Donald Trump Reagan emas, Xi Jinping mu Gorbachev emas. Xi Jinping texi Gorbachevninki mag'lubiyatini alayda tadqiq qilgan. Xi Jinping o'zining degan bir ig'iz so'zi bor. Sovet kommunistlarining ichida erkak yo'qmikan degan. Demakchi o'g'ini Sovet kommunistlari mag'lubiyatni o'zi keltirgan, shuning qarab turib o'zini o'zi yo'qotgan degan mana bir yakun chiqarganligidan Xi Jinping hozirgi Xitoyni yana Mao Zedongning davriga ipmingyapti. Uning qarashicha, sobiq Sovet ittifoqining parchalanishida Gorbachevning tashqi siyosatimi muhim sabab bo'lgan. Gorbachevninki bir alayidligi shu vaqtida Sharqiy Yevropadagi bu kommunist davlatlar yordam so'ragan vaqtida Gorbachev ochiq degan. O'zinglar qaror chiqarsizlar, biz Sovet aralashmaymiz. Nima degan vaqtda Reaganninki hamkorlashidan bakarak Gorbachevninki o'zining ishg'oliyatidagi davlatlarning ishlariga aralashmasligi onunla ergişip Sovet özünün işçideki Litvaniya, Estoniya bu devletlerninki müstakilliği, onun deyinki Sovetninki bütün parçalanışını hep çıktı. Makalede mundaq deyilgan. Bugünkü kunda Amerika hech bo'lmaganda ikkinchi qatimliq sovuq munosabatlar urushining 6-yiliga qadam qo'ydi. Bu qatimqi raqib Xitoydir. Biden hukumati davrida Xitoy texmo xatarlik bo'lib qoldi. Trump birinchi qatimliq vazifa o'tayotgan mazgilda Xitoyning kuchayishini cheklash kerakligini tunab yetdi. Hamda Washingtondagi siyosatchilarning gumoniga qaramay, ularni qoyil qildi. Trump buning ham savdo urushi, ham texnika urushi ekanligiga ishindi. Trump ikkinchi qatimliq vazifa o'tash muddatida Amerikaning yangi kuch qudrati bilan Xitoyga bo'lgan besimni kuchaytirdi. Ammo Trumpning oxirgi maqsadi Reagan bilan birdek bo'lishi. Amerika o'zining asosli raqibi bilan kelishim hosil qilib, 3-dunyo urushining xatarini, ya'ni yadro qurollariga ega bu ikki darajadan tashqari cho'ng davlat o'tirisidagi sovuq urushning xatarini azaytishi kerak. Maqolada bildirilishicha, dunyo hozir sovuq munosabatlar urushi oxirlashgandan buyongi har qanday vaqtga qaraganda xatarli ko'rindi.
Xitoy hozir sobiq Sovet ittifoqining o'rnini elib, Amerikaning asosli raqibi, iqtisodiy va texnik jihatda Sovet ittifoqidan kuchli bo'lgan darajadan tashqari cho'ng davlatga aylandi. Xitoy, Rossiya, Iran va Shimoliy Koreya hozir iqtisodiy va harbiy jihatda ochiq-oshkora hamkorlashyapti. Ularni 2 dunyo urushi mezgilida Amerika va uning ittifoqdoshlari duch kelgan razillik o'q markazi deb atash mubolag'a emas. Maqolada deyilishicha, qutblashish vaziyatiga duch kelganda Trump Reagandan o'rganishga diqqat qilishi kerak. 1986-yili Amerika bilan Sovet ittifoqi rahbarlari barliq yadro qurollarini bekor qilishga qo'shilgan bo'lib, ikki taraf o'rta musofirlik yadrolik bombani zo'r darajada azaytishga va'da bergan. Buning bilan harbiy musobaqa, to'qinish va jiddiyliklar pasayib, nisbiy tinchlik o'rnatilgan. So'g'uq munosabatlar urushining oxirlashida Berlin temining o'rilib tushishida buning roli cho'ng bo'lgan. Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazining strategiya va xavfsizlik mutaxassisi Raymond Ko navbatdagi prezident Donald Trumpning 80-yillardagi prezident Ronald Reaganning yo'liga varislik qilishi kerakligi haqidagi fikrga qarata mundaq deydi. The author in that piece tends to grant too much authority to the actions of individuals. Meningcha bu maqolning avtori davlat tuzilmasiga emas, shaxsning harakati va kuch nufuziga bakroq eg'ib ketgan. Reagan sobiq Sovet ittifoqida Covid vabosi tarqatish orqali uni og'dirib etgan emas, balki Sovetlarning o'z tuzilmasidan voz kechishiga turtki bo'lgan Sovet ittifoqi tuzilmasining taraqqiyoti bilan birlikda uning ichki qismida ziddiyatlar tang mavjud edi. Bu ziddiyatlar ig'irlashganda Amerikaning o'z rolini joriy qildirishi zarur bo'ldi. Hozir Xitoydami shunday ziddiyatlar yuz bermoqda. Biz hozir Xitoydagi taraqqiyot modelining oxirlashayotganligini, iqtisodida davolg'ish bo'layotganligini ko'ryapmiz. Chunki Xitoy iqtisodida ziddiyatlar mavjud. Amerika boshqa davlatlarga boshchilik qilib, Xitoyning odil bo'lmagan tashqi savdo usulini tarmar qildi. Xitoyni chekladi, ham yetim qo'ydi. Mana bu farqli tuzilmadan kelib chiqqan ziddiyatlarni kontrol qilishning ehtiyojidan bo'lmoqda. Bugungi kunda Donald Trumpning tashqi siyosatdagi eng muhim nuqtasi Xitoy bilan raqobatlashish. Ammo raqobat nihoyat tezla cheklash va oxirida qarshilashishga aylandi. Trump ikkinchi qatimliq so'g'uq munosabatlar urushini boshlashni o'ylamadi. Ammo Xitoy rahbari Xi Jinping Amerika bilan tenglashish, ondan Amerikani besib tushish strategiyasining allaburun boshlanganligini oshkorladi. Bugungi kunda yangi so'g'uq munosabatlar urushi Ukrainadan O'rta Sharqgacha, olam bo'shlig'idan tor bo'shlig'igacha nurg'un sohada uzluksiz elib berilmoqda. Maqolada aytilishicha, Trumpning va'dasi Amerikani 3-dunyo urushining ofatidan saqlash. Trump Xitoyni urush bilan emas, savdo va texnika ustunligi bilan mag'lub qilishni o'ylaydi. Ammo Trump Xitoydagi kishilik huquq masalasiga, Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va Hong Kongdagi demokratiyaning bostirilishiga qarshi turishni muhim masala qatorida ko'rmaydi. Trumpning ikkinchi qatimliq vazifa o'tash muddatidagi cho'ng ishlaridan biri Xi Jinping bilan kelishim tuzish bo'lishi mumkin. Korxonchi Elon Muskning Trump bilan yaqindan aralashishi Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining yo'nalishini ko'rsatib berdi. Chunki Xitoy bilan qarshilashish strategiyasi Elon Muskning elektronlik avtomobil shirkati Tesla'ning manfaatiga mos kelmaydi. Donald Trump bilan Xi Jinpingning kelishimi faqat Trump Amerikaning kuch qudratini asliga keltirgandan keyin borliqqa keladi. 2025-yil va 2026-yillari savdo jangi kuchayib qolsa, bu Xitoy iqtisodiga, Amerika iqtisodiga ziyon solgandan ko'p ziyon soladi. Bu chaqda Trump Reaganning sobiq Sovet ittifoqi bilan murosasa qilganiga o'xshash Xitoyga ko'proq murosasa qilish pozitsiyasini qo'llanishi mumkin. Ilshod Hasan apandi bugungi yangi so'g'uq munosabatlar urushi davrida Xitoy bilan murosalashish va hamkorlashish orqali uningdan g'olib kelishning mumkin emasligini, Uyg'urlarga buning texmi foydasiz ekanligini bildirib mundaq deydi. Hamkorlashish bilan Xitoyni o'zgartirish bu mumkinchiligi asosan yo'q deb qarayman. Hamkorlashish faqat Xitoyni texmi kuchlantirdi. Endi bu yerga qistirib Uyg'urning masalasiga kelsak, hamkorlashish Uyg'urning kunini texmi tasqiladi. U yerdagi Uyg'urlarning uchrayotgan milliy qirg'inchiligi to'xtamaydi. Bu xil hamkorlik agar davomlashib qolsa, agar shu yo'lda mengib qolsa, qanday qilamiz? Davomliq Amerika hukumatiga anglatish lozim, xalqarodan foydalanishimiz lozim, Yevropani safarbar qilishimiz lozim. Xitoy bilan hamkorlashishninki hech qanday natija kelmaydiganligini dunyoga tushuntirish lozim. Eng muhimi Xi Jinping Gorbachev emasligini,
yana Xitoy madaniyati Rus madaniyati bilan osmon zamin farqining borlig'ini tushuntirish lozim. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Kor radiomizga yo'llagan inkosida yangi sovuq munosabatlar urushi davrida Xitoydan g'olib kelishning yo'li haqida mundaq deydi. Ronald Reagan iqtisodiy cho'kkan Sovet ittifoqini amaliy kuch bilan tinchlikni qo'lga keltirish taktikasi orqali mag'lub qildi. Xitoyni iqtisodiy jihatda vayron qilish toki Xitoy demokratiyani amalga oshiruvchi uningga harbiy jihatda besim qilish hozirgi eng yaxshi strategiyadir. Maqolaning xulosasida mundaq deyilgan. Donald Trumpning tashqi siyosati Joe Bidenga qaraganda kuchli ko'rinadi. Ammo Biden hukumatining tashqi tahdidlarni tunib yetmasligi avval Afg'onistonda, ondan Ukrainada, ondan Isroiliyada bir qator ofatlarning maydonga kelishiga yo'l ochib berdi. Ondan texmi cho'ng ofatning yuz berishiga, ya'ni Xitoyning Tayvanni qamal qilishiga sharoit hozirlab berdi. O'z vaqtida Amerikaning davlat ichi va sirtidagi tanqidchilar Reaganning qo'llangan tavakkul diplomatiyasini ayblagan edi. Amaliyotda uning oldida Jimmy Carter davrida Sovet ittifoqi Afg'onistonga besib kirgan bo'lib, bu so'g'oq munosabatlar urushidagi eng xatarlik paytlarning biri edi. 1980-yili nurg'un kishilar Reaganning so'g'oq munosabatlar urushini oxirlashtirganligi, haqiqiy kuch orqali tinchlikni yetkazilganligi to'g'risidagi farazlarni masxara qilgan edi. Bugungi kundami Trumpning shunga o'xshash natija yaratishi mumkinligi haqidagi gaplar kishilarga masxaralik tuyuladi. Ammo tarixiy hikmatlarning biri shuki, davr bilgish voqealar doim ular yuz berishdan bir qancha yil burunmi mumkin emasdek ko'rinadi. Tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatlar prezidentning inovatini tiklaydi, shon shuhratini oshirdi. Reagan shundoq bo'lgan edi. Endi Donald Trumpmi shundoq bo'lishi mumkin.